Ha oshna. Deyapti, o'talar iflos o'pibdi, ha. 7 kishi bo'laman uyda oladigan payt yebdi shu bular. 20 kun qo'yib bersa ham, 20 kun qo'shib bersa ham ikkinchi taymda yurardi bular. Nima qilasan, birinchi taymdan keyin bitta goldan keyin katta ketdi. Moncha menga SMS yozib, "Tembol Atletika sening komandang bo'lmasa, oshlik ishonmasang, mana o'yinni qayta-qayta aytdilar, Paktorni ko'rib olgan, tushundingmi? Kirson qo'yganini ko'rasan. Mbappe yugurgisi ham kelmay qoldi, ko'raman. Avtobus, paptobus va traktorlarni ham buzib yubordim, avvalo poyezingni ham. O'zingga kelib ol oshna jonim, o'zingga kelib ol. Agar kimgadir pul bergan bo'lsang, qarzi bo'lsa, bermayotgan bo'lsa, borib tur. Real deganda uyda qo'qib uydan 1-2 pachka pul olib chiqib berar. Shularni kelib chiqardi endi Real. Bu ifloslar yomon ekanmi? Varatasiz ham yutib qo'yar ekan. Varataliz ham kerak emas ekan bularga. Voy. Realchilar, nimaga? Yaxshimisizlar o'zingizlar, charchamayapsizlarmi? Bunday qilib uxlab olasizlar. Bunday qilib. Do'stim, sen o'lik qoqini qaynatib ich. Asabga foyda oladi, asabga. Gaplashamiz, yaxshi tomonlar.